konkurentimiz ko'pda bolam. Mehnat qilsanglar och qolmaysan. Na qurib ketadi, montiga anaqa deb, Xudoga shukr, qonimiz to'yapti. O'ziga yarasha qiyinchiligimiz bor. Birorga odam keladi, chiroyli qilib kelsang, hamma oladi, havas qilib yeydi. Bari salovdiga ham yeydi, mana shu bozorga kelib monti yeyishadi bolam. Shuni orqasidan to'y qildim, o'g'il uyladim, qiz chiqardim bolam. Buni ham montini yarasha o'ziga yarasha qiyinchiligimiz bor. Qiylanamiz uka mont qilishga. Birorga odam keladi, na qurib ketadi, montiga anaqa deb. Ha shu uchun bolam, bu montlarni chiroyli qilmasang hech kim olmaydi bolam. Chiroyli qilib kelsang hamma oladi, havas qilib yeydi. Montida o'shda konkurentimiz ko'pda bolam. Hozir nimalarda ham ochilib ketdi-yu, stalovoylarda. Bari stalovdiga ham yeydi, mana shu bozorga kelib mont yeyishadi bolam. Shu yerda, mayda mont. Mayda mont orqasidan Xudoga shukr, qonimiz to'yapti. Narsalar olamiz, yegan ichganida, ular olamiz, yog' olamiz. Shuni orqasidan kartoshka piyoz qilib, shular ish qilamiz bolam. Shuni orqasidan to'y qildim, o'g'il uyladim, qiz chiqardim bolam. Qonim to'y, xudo nolimaymiz endi hayotda ekan. Ishxona, zavodlar bo'lganda hamma ishlarida, hamma kelmasi. 7 soat ishlab uyga borib, uyga dam olardik bolam. Buni bor yana mehnat qilasan, yana ish qilasan bunga borib. Shuni qilib aytdim. Yana ertasi kuni yana mont sotgan tushamiz bolam. Buni qilishi ham oson emas. Osh xamiri olasan, osh xamirini tindirasan, yayasan, pishirasan, kelasan. Ine mont pishadi. Ungacha mont pishmaydi qizim. Monti yaxshi bo'lsa, kinada kutib turadi. O'zgandan keladi, nimalardan keladi? Jallovotdan, Bishkekdan, Qorasuvdan, hamma rayondan kelib monti deb ketishadi. Montini sheda. O'shtalar borda bitta mayda mont bor. Cho'ng ellarimiz mayda mont qilgan, ashlarni o'rganib biz mont qilganmiz uka. Mehnat qilsanglar och qolmaysan, qilib yeyapmiz. Qani biz ham o'shimiz gurkirab kelsa, bu yerlarda hamma hech kim endi bilmayman, endi tamom qilib yeyishyapmiz, Allohim. Ishxonalar bor, ishxonalarga sotaman bolam. Shukr, sotib kelaman. O'zing o'yla, bolam 1,5 yashar edi. Endi qaynatam rahmalik montini o'rganganda mont qilganman. Qiling bolam, och qolmaylik, qilaylik deganda shu tushganman. Qaynatam orqali mayda mont qilib shu joyga chiqdim. Qaynatam o'rgatganman. Mont qilishni qaynatam o'rgan, shu temir polonga shu yerga tushib mont sotganman bolam. Yomon bo'lmadi, Xudoga shukr. Allohga shukr. Qaynatam o'rgatgan, bular qilaylik bolam, bular sotaylik qizim deganda qilib mont sotganman bolam. Shu o'rgatgan. Ashada, endi o'rgatganda montini ashada. Ashta qilib o'rgatganda bizgacha. O'rgatganda, grasurga mont qilib berganda, boshini boshlaganda. Keling qizim, mont solib beraymi? Qaynatam. Mash. Ömrimiz bo'lsa yana mont sotaveramiz. Xudo xolasa bolam. Chiroyli qilib, konkurent ko'paytirib, mont ko'paytirib sotaveramiz da bolam. Shukr. Rizqimizga yarasha sotamiz. Yapmiz. Bo'ladi, u mahalda ham bo'ladi. Bilmayman-ku, menga qaytmagan ama. Sotaveraman uka. Chiqib ketmagan kunlar bo'lmagan. Bilmayman.